43-trek. Hazrat bir necha soniyalik sukutdan keyin o'ziga o'zi dedi: "Mening uyqum qochadir." O'sha kuni Sanjarning uyqusi o'chdi. Aloq-chaloq tushlar ko'rib chiqdi. Tushida bir to'da ulamo masjid ustunlarini ot qilib minib yurganmish. Qozi kalon sallasini to'ldirib, qora qo'yning kallasini ko'tarib ketayotganmish. Muhtasibning qo'lida tayoq hayqirib odamlarni quvarmish. Kaltagi negadir alifga o'xshar emish. Sanjar uyg'onib takbir aytdi. Vaziri Akbarni chaqirib, isqot tarqatishni buyurdi. Isqot balo qazoni daf etish uchun beriladigan xayr-ehson. 3 kun o'tib shaharda janoza namozi ko'payib ketdi. Ko'chalarda o'qtin tobutlar ko'rinadi. Anbar yopilgan ayollarniki, joy namozga o'rilgan norasidalar, yostiqqa ko'ndalang yotqizilgan go'dak bachchalar. Saltanatning turli burchaklaridan yetib kelgan tabiblar uyma-uy yurib muolaja qiladilar. Mezanalarda muazzinlar da'vati tingan, har kim o'z yog'iga o'zi qovuriladi. Boshlariga kelgan dard va balo bilan olishadi. Qal'a darvozalardan gurras tuya karvonlari kiradi. Barchasiga isiriq yuklangan. Shahar ko'chalarida, xonadonlarda, karvonsaroylar va musofirxonalarda tinimsiz isiriq tutaydi. Marvi jahon go'yo hasrat o'tida tutab yonayotgandek edi. Xudoning bergan kuni bir xonadonda yig'i tovushi eshitiladi. "Voy bolam, voy onajonim, voy otajonim" degan nola-yu afg'ondan yuraklar pora-pora bo'ladi. Kun o'tib borar, borgan sari shahar ahli siyraklashib, qabrlar ko'payib borardi. Shayxul Mashoyix hujrasidan bir qadam chiqmay muqim o'tiribdi. Salot ham, salovat ham shu yerda. U Qutbiddin bilan qoshiq yo'nadi. Masura duolardan o'qiydi. Nogahon el ustiga yog'ilgan falokatni o'zing aritgin deya Allohdan shafoat tilaydi. Bir kuni Sulaymon kirdi. U bosh egib ancha o'tirdi-yu, uh tortib og'iz ochdi. "Safimizdan xato bo'ldik, pirim." Shayx yog'ochdan bosh ko'tardi. "Kimlar ekan? Bildingizmi?" "Hovva. Birisi Isfijobdan, ikkinchisi Samarqanddan, boz ikkisi Sobrondan ekan." Shayx yuziga fotiha tortdi. "Alarning hajji badalin mo'yningizga oling", dedi keyin. "Sabr qilaylik Sulaymon. Oyning 15i qorong'u, 15i yorug'. Qoziyul hojotdan albatta bir najot yetgusidir." O'sha kuni 7 xuftongacha Hazratning ko'zi ilinmadi. U Asmoi husnani 40 marotaba takrorlab Yaratganga munojot qildi. Asmoi husna Allohning ismlari. "Biru borim, bandalaringni dardini yig'ib menga ber. Ona sutiga to'ymagan go'daklarga rahim qil. Chimildiq rohatini ko'rmagan navjuvonlarga shafqat qil. Neki azobing bo'lsa, Ahmad qulingga ber. Men oxirat yarog'ini hozirlab qo'yibmen. Rabbano, bir isming Rahmon, bir isming Qahhor. Rahim qil, rahim qil, rahim qil." Subh sodiqda bolishga omonat bosh qo'ydi. Ko'zi ilinib ilinmagan ekan, g'oyibdan sas keldi. "Ayo Ahmad, oyoqqa tur. Seni chiltanlar so'rab turibdi." Chiltanlar Alloh siylagan valiylar jamoasi. Ularni eranlar, rijol ul g'ayb deydilar. Chiltonlar nasli basharga ma'nan
rahnamolik qiladilar. Ko'zini ochdi. Shiftda patnisdek zangori nur o'ynardi. Shayx bismillo deb o'rnidan turdi. Tahorat oldi. Takbir aytib kiyindi. Shiftdagi nur devor bo'ylab sirg'alib ostonaga yetgan, go'yo Valining yo'lini poylab turgandek edi. Sulton ul Orifin shaxt ila tashqari chiqdi. Kun sovuq, havo qorong'u, osmonda sezilar sezilmas yulduzlar miltiraydi. Shayx qay tarafga yurishni bilmay ikkilanib turdi. Chiltanlar odatda biron xaroba imoratda, qabriston mujovirxonasida yoxud chillaxonalarda yig'ilib, fano bilan baqo olami xususida suhbat qurardilar. Qay manzilda ekan bizni chorlagan birodarlar? Shu asno izidan nur yetib keldi. U avliyoning oldiga o'tdi. Zimiston yo'lakda kumush gilamchadek irg'ishlab, qal'a darvozasi tomon yo'l boshladi. Darvozabon bevaqt eshik urib turgan yo'lovchini xushlamay qarshiladi. "Xobimizni harom qildingiz, birodar", dedi xomuza tortib. "Ne tilagingiz bor?" "Eshikni oching", dedi shayx amrona ohangda. Darvozabon ko'zlarini ishqab ming'illadi. "To bomdodgacha muhtasibga ham ochmasman. Kutvol bo'ynimni uzadir. Oching, emasa o'zimiz ochib chiqqaymiz." Jun chakmon kiyib, odmi ko'k salla o'ragan kichkina jussali qariyaning po'pisasi darvozabonga bir qadar ta'sir qildi. Birdan u astag'firulloh deb yubordi. Negaki shayxning yo'lini yoritib kelgan nur endi yerdan darvoza halqasiga sakrar, hazratning oyoqlariga o'ralashib, tag'in darvozaga ishora qilardi. Eshik og'asining qo'li qaltiradi. Talvasa ichida qulfga kalit sola boshladi. Qulf ochilar ochilmas eshik g'ichirladi va darvoza lang ochildi. Shayx o'ynoqi nur yetovda shitob bilan eshikdan chiqib ketdi. Darvozabonning qo'li yoqasida og'zini ochgancha qolaverdi. Shayxul mashoyix muqaddas nurga ergashib rabotga chiqib bordi. Shaharning kunbotar tarafida yastangan ko'hna bir mozoriston eshigiga borib to'xtadi. Tong bo'zarib qolgan edi. Sorbon nur g'oyib bo'ldi. Shayx beixtiyor olg'a qadam bosdi. Qabriston ichkarisida takyaxona ko'zga tashlandi. Hazrat o'sha tomonga yurdi. Takyaxona eshigi taqataq berk edi. Shayx 3 karra qopqani urdi. Ichkaridan "Kim?" degan minnatli ovoz keldi. Shayxning xayolida rivoyat jonlandi. Derlarki, Rasululloh sufa suhbatini orzu qilib, chiltanlar halqasiga yo'l oldilar. "Men Rasulullohman", dedi. Eshik ochilmadi. "Payg'ambarmiz", dedi. Qopqa ochilmadi. So'ng "Sayyidi ul qavm, xodim ul fuqaroman", dedilar. Haq Mustafoni sufa suhbatiga qabul qildilar. Sulton ul Orifin 4-bora qopqani urib, "Biz shayx ul qavm, haqirlar xodimi, faqirlar chokari qul hoji Ahmaddirmiz", dedi. Eshikning 2 tabaqasi barobar ochildi. Shayx tikka borib davraga qo'shildi. 4 tarafdan tovush keldi. "Bir kam edik, 40 ta bo'ldik." Shayx tovush egasini tanidi. U Piri Murshid, ustodi soniy Yusuf Hamadoniy hazratlari edi. Eronlarning qolganlari ham Shayx Ahmad Yassaviyga sinovchan tikilib turar. Ular Sulton ul Orifinning salaflari Abdulqodir Giloniy, Boyazid Bistomiy, Hasan Basriy,
Abu Bakr Shibli, Mansur Xalloj, Hakim Termiziylar edi. Davrada churq etgan ovoz eshitilmas. Chiltanlar robita-yi qalbiya orqali suhbat qurardilar. Qirq vali, chiltanlarning boshlari ham go'yo ular o'z xayollari ila band. Vali bir-birining ko'nglidan kechayotgan tafakkurni baqamti anglab, fahmlab, ichki bir nigoh tufayli sezib turardilar. Anjuman oyoqladi. G'avsul Azam martabasidagi Abdulqodir Giloniy bir og'iz so'z aytib fotiha qildi. Shayx Ahmad Yasaviyning mushkuliga Alloh taolo va taborakdan shafoat va mag'firat tilaydirmiz. Yo Rabbil olamin, o'zing jabbor, o'zing sattor, birodarimizning mushkulini kushot ayla. Chillaxon rasmiga ko'ra eng oxirgi kirgan Eran birinchi bo'lib takyaxonani tark etishi kerak edi. Shayx ul Mashoyix shaxt bilan o'rnidan turib tashqariga yo'l oldi. Bomdoddan beri piri mushitni yo'qotib qo'yib, yurak hovuchlab yurgan xalifa-yu xos xodimlar suluk sardorini sog' salomat ko'rib, jonlarini chaqirib olgandek bo'ldilar. Hazrat shitob bilan yurib to'g'ri hujrasiga kirdi. Shoshmay yechindi. Salla to'nini Qutbiddinning qo'liga topshirib, o'rniga borib o'tirdi. Mansur xo'ja, Sulaymon, bobo Mochin, Qutbiddin to'rtovlon pir og'ziga tikildilar. Shayx ul Mashoyixdan qayda bo'lganligini so'rash tariqat odobiga zid edi. Qay manzildan kelganini aytmoq esa Valiyullohga vojib emas. Bu ham chiltanlar ahkomiga xilof. Shuning uchun Sulton ul Orifin xalifalarning savolomuz nigohlarini javobsiz qoldirdi. Joyingizga boring, o'g'lim, dedi Qutbiddinga. Bir muddat orom olgimiz keldi. Muridlar oyoq uchida chiqib ketdilar. Shayx to'nini boshiga burkab, yupqa ko'rpachaga cho'zildi. Ko'zlarini yumdi. 1 soat, ehtimol 2 soat vaqt o'tdi. Uyqu kelmadi. Xayoli qochdi. Chiltanlar suhbatini yodladi. El-yurtni yo'qotdek yamlab borayotgan o'latni, ehrom kiyishni orzu qilib dard chekib yotgan muridlarni o'yladi. Ezg'in xayollaridan toliqdi. Allohga qayta-qayta munojot aytib, yonboshiga o'girildi. Shu payt ro'parasi charaqlab ketgandek bo'ldi. Ko'zlarini ochdi. Eshikda boshdan oyoq oq liboslik, oppoq soqollik basavlat mo'ysafid turardi. Shayx o'rnidan turib o'tirishga ulgurmadi. Mo'ysafid 2 og'iz gap aytdi-yu, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Boshingga mushkul savdo tushibdir, ayo Ahmad. Sen qal'ani tark etib biyobonga chiq. O'latning podshosi etagingga ilashgay. Qum ichida qurigan yakka gujum bor. To'ningni yechib, o'shal gujumga yop. Keyin yaratganning karomatini ko'rgaysan. Shayx bildiki, bu Hazrati Xizr alayhissalom. Necha zamondirki Xizr bobosi yo'qlamagan edi. Chorasiz, notavon kunlarda boz imdodga kelibdir. Shukrilloh, shukrilloh. Shayx Safoyil qo'ng'iroqni chaldi. Sulaymon pirning istirohatini qo'riqlab dahlizda o'tirib edi. Yetib kirdi. Qog'oz keltiring, dedi shayx. Shahanshohga noma bitkaymiz. Sulaymon qalam, qog'oz oldi. Cho'k tushib tizzasiga qo'ydi. Shayx Sulton Sanjarga 4 kalima maktub yozdirdi. Muhrimizni bosing.
Boboqulga ayting, shohga eltib bersin. Sulaymon bir qo'lidagi maktubga, bir hazratning sevinch zuhur etib turgan ko'zlariga boqib tilga kirdi. Pirim, kunduz ne yere bordilar deb so'ramoqqa haddimiz sig'maydir. Kamina Sulaymon qulingiz bo'laman, dedi qulga urg'u berib. Vali bu maktubning ma'nisiga yetolmay aqlim lol. Pirning chehrasi tobora yorishib borardi. U murtidan kuldi. Bu ishorati g'ayb. Nomaning ma'nisini ertan biyobonda ko'zingiz bilan ko'rgaysiz. Sulaymon qulimiz Piri Murshidning muxtasar maktubini o'qib, Sulton Sanjar hushini yo'qotib qo'yay dedi. Hazrat yaqin mahramlari bilan bir necha kun shahar tashqarisiga ko'chib chiqib, biyobonda istiqomat qilmoqni ixtiyor etibdilar. Qishning qarsillagan chillasida-ya. Vabo degan bedavo kasofat yuzlab kishilarning yostig'ini quritayotgan damda-ya. Sulton nechuk rozi bo'ladi bu xohishga? Biroq Piri Komilning azmu qaroriga monelik qilishga ham jur'ati yo'q. Sulton ikki o't orasida qoldi. Oxiri shayx huzuriga otlanishga jazm qildi. Zora Piri Murshid hukmdor iltijolariga quloq solsa, zora balo qazo daf bo'lguncha qal'ada muqim qolsalar. Eyvoh! Sulton Sanjardek shohi jahonning hukmi bir qatla vojib bo'lsa, Hoji Ahmad Yassaviydek avliyolar sarvarining azmi 10 qatla vojib erdi. Ertasi kuni sipohiylar Marvdan 10 chaqirimcha keladigan cho'lda issiq o'tovlar, chodirlar tiklashga kirishdilar. Sulton Sanjar Piri Komilni kimsasiz taqir cho'lda tanho qoldirishni istamadi va Hazrat o'toviga yonma-yon qilib, o'ziga ham qora uy o'rnattirdi. Bu chorshanba kungi voqea edi. Payshanba bomdoddan so'ng Shayx ul Mashoyix mahramlari bilan biyobon sari otlandi. Sulton Sanjar oq bedovda, Sulton ul Orifin yo'rg'a otida. Ikki sulton yonma-yon ketmoqdalar. Ikkalasi o'z xayoli ila band. Ne korxol yuz berdi pirim, o'ylanadi Sanjar. Qishning qahrli chillasida issiq o'rningizni tark etmakka ne majbur etdi? Bu yangliq dil o'rtar so'roqlar hukmdorning oromini olgan, va lekin so'ragani muridlik andishasi yo'l bermaydi. 3-4 farsax yurganlardan keyin siyrakkina saksovullar, yulg'unlar uchradi. G'oyibdan ot boshini o'ngga bur degan nido keldi. Hazrat o'ng tomonga qarab yurdi. Yana ancha yo'l bosdilar. Bir zamon olisda tarvaqaylagan daraxt ko'rindi. Xizr bobo bashorat qilgan gujum shu edi. Shayx bobo mochin ko'magida otdan tushdi. Sanjar ham oyoqlandi. U Piri Komil ne qilar ekan degandek ustozga hayrat ko'zini tikib turibdi. Sulton ul Orifin qovjiroq daraxtga qarab yurdi. Gujum oldiga borib to'xtadi. Ichida pichirlab duo o'qidi. So'ngra shoshmay to'nini yecha boshladi. To'nni yechib 4 bukladi va bir bosib gujum oldiga bordi-yu, uni daraxtga qarab otdi. 20 chog'li odam olazarak, talvasa, hayrat ichra baqrayib qarab turibdi. Shu payt mo'jiza ro'y berdi. Gujum avvaliga og'ir g'ichirladi. Go'yo sirli bir kuchdan chayqalgandek bo'ldi. To'satdan to'nning etagiga o't ketdi. Keyin u lovullab yona boshladi.
Odamlarning qo'llari yoqasiga yugurdi. Kimdir "Yo qudratingdan" deb kalima keltirdi. Bobom Ochin necha bor pirdan tanbeh eshitganiga qaramay beixtiyor sayqa tortib yubordi. Shayxul mashoyix dunyoni unutgan. U ichida takbir aytib, tobora alanga olib, dudi osmonga o'rlayotgan gujumga termulgancha jim turardi. Qovjiroq daraxt tomon yonib ado bo'lgach, shayx chap yonida lolu karaxt bir alpozda qotgan Sanjarga o'girildi. Vassalom. Marvzdan balo daf bo'ldi. Inshaalloh. Darhaqiqat, o'sha kundan boshlab yuzlab odamlarning yostig'ini quritgan vabo to'satdan chekindi. 2 kundan keyin Shayx ul mashoyix subhi sodiqda sergak tortib uyg'ondi. Tepasida Xizr bobosi turardi. Ayo Ahmad, birodarim Jabroil mujda keltirdi. Miskinlarni balodan qutqarib, haj savobini olding. Bay'ating qabul bo'ldi. Endi Turkistonga qayt. Turkistonda seni Allohning savobi kutadi. Sulton Sanjar Hazratning Turkistonga qaytishga ahd qilganini eshitib ajablanmadi. Uning ko'z oldidan hamon lovullab yonayotgan gujum ketmasdi. "Nachora pirim", dedi Sanjar. "Barchamiz Allohning hukmiga bo'ysunadirmiz." Barakalloh, bosh irg'adi shayx. Hazrat 40 chog'li muridini ajratib oldi. Qolgan ziyoratchilar Mansur xo'ja rahnamoligida haj safarini davom ettiradigan bo'ldilar. Oradan 4 kun o'tdi. Sulton Sanjarning yaxshi qurollangan xos qo'riqchilari qurshovida shayx karvoni Turkiston tomon yo'lga chiqdi. Hazrat tuya ustiga o'rnatilgan chodirli taxtiravonda ohista chayqalib borar ekan, ko'ngil qushi Sayxun bo'ylariga uchdi. Yarim yillik hijron sog'inchi dilini o'ynatdi. Dunyodagi eng yaqin yo'l vatan sari tushgan yo'ldir, deydilar. Shayx vatanga talpinardi. Shirin suvini ichib, bug'doy nonini yeb katta bo'lgan vatanga oshiqardi. Uni ota makonning sarin shamollari, ahli ayolining issiq diydori, sodiq muridlarning intiq ko'zlari bilan birga tuhmat va malomat, sirru sinoat va ayriliq azobi